O'zbekiston tarixida shunday siymolar borki, ularning nomi vaqt o'tishi bilan yanada yuksak ehtirom bilan tilga olinadi. Mustaqil O'zbekistonning asoschisi, uning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov ana shunday buyuk shaxslardan biridir. Islom Karimovning rahbarligida 1991-yil 1-sentyabrda O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilindi. Bu nafaqat tarixiy burilish, balki xalq orzu qilgan erkinlik, milliy o'zlikni tiklash yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Islom Karimov rahbarligi ostida mamlakatda barqarorlik va tinchlikni ta'minlashga katta e'tibor qaratildi. Davlat taraqqiyotining asosiy tamoyillari sifatida bosqichma-bosqich islohotlar, kuchli ijtimoiy siyosat va iqtisodiy mustaqillik oldinga surildi. Islom Karimov ayni hayot bo'lganlarida 87 yoshni qarshi olgan bo'lardi. Har yili uning xotirasiga bag'ishlab turli tadbirlar o'tkaziladi. Bugun Xiva shahar axborot kutubxona markazida o'tkazilgan tadbir ham Islom Karimov xotirasiga yorqin hurmat ramzi bo'ldi. Kutubxona xodimlari, faol kitobxonlar, madaniyat bo'limi xodimlari va Xiva Tongi gazetasi ijodiy jamoasi ishtirok etgan tadbirda Islom Karimov O'zbekistonning mustaqilligini ta'minlagani, uning taraqqiyotiga katta yo'l ochgan shaxs ekanligini faxr bilan yod etdilar. Shuningdek, u boshlab bergan yo'l davom etib, xalq o'z kelajagini yanada ravnaq topgan obod yurt sifatida bunyod etilayotganini bildirishdi.